Do'stlar, assalomu alaykum hammaga. 2007-yilda ishlab chiqarilgan Damas'imiz 20 million so'mdan kami bor. Mashinamizning kraskasi 95% radnoy kraskada. Bitta ikkita mana shunday tulagan joylari bor. Ana shu joylarni bemalol oq kraskaga bo'yab turib minishinglar bo'ladi. Zadniy moz korobka motorlari zo'r. Eng qiziq joyi shunda. Qiziqqanlarga generalniy доверенность ham оформление ham bo'laveradi. Shoshilasizlar, egadan dehqondan 20 milliondan o'tib beradi xullas. 2007-yilda emas. Bitta ikkita mana shunday tulagan kraskasi to'kilgan joylari bor. Bu yomon emas. Olib tog'ga, bog'ga minishga, dashtga, bir cho'ponlar uchun, qishloq xo'jalikka minish uchun aka-ukalarga zakonniy mashina. 2007-yil, shoshilasizlar. Almashgan detallari yo'q. Kraska bitta ikkita joyda bor. Bu ham strashniy emas. Almashgan detallari yo'q. Qiziqqanlarga generalniy ham, оформление ham bo'ladi. Shoshilasizlar.